Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men Sumayya. Bugun sizlarga 1 minut degan hikoyani o'qib beraman. 1 minut. Soat jiringladi. Ali tatliq uyqudan uyg'ondi. U ko'zini ovlab turib, 1 minut yetdi vallahi. 1 minutga maktabga kechikibmi qolmasman, dedi-da so'zilib yotdi. Birdandan keyin o'rnidan turib, yuzini yuvdi. Nashta qilib bo'lib, sumkasini esib maktabga mangdi. U 4 ko'cha og'ziga kelganda, piyodalar yo'lining yeshil chirog'i o'chib, qizil chirog'ini yenib qoldi. "Hay, 1 minut baldir kelsam bo'ptikan", dedi-da u o'ziga ochiqlab. U yeshil chirog'ini yenishini taqsizlik bilan kutdi. Yeshil chirog' yondi. U yo'ldan o'tib bekatga to'xtagan avtobusga qarab yugurdi. Bekatga kelay deganda avtobus mangib ketdi. "Hay, 1 minut qoldirmagan bo'lsam-chu", dedi u qattiq tirikib. U tiximi tut bo'lib keyingi avtobusni saqlab turdi. 1 minut, 2 minut. Vaqt o'tmoqda, lekin qarashqandek avtobusning qarisimi ko'rinmaydi. Ali maktabga qarab uchqandek yugurdi. Maktabga kelganlarida boshlanib bo'lgan edi. U qo'rg'on holda eshikni chekdi. Ali sinfga kiribla qizarib ketdi. Muallim soatga qaradi va "Ali, to'p-to'g'ri 20 minut kechikibsiz", dedi-da boshqa gap qilmasdan o'tirishga izn berdi. Ali o'rniga borib o'tirdi. Uning yuzi o't bo'lib yonayotdi ichida. 1 minut. "Hey, 1 minut", deb takrorlaydi. Xo'sh,